Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 5-noyabr kuni navbatimizdagi bemorimiz bizga Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurdi. Gidrotsefaliya tashxisi qo'yildi bizda. Ko'rishinglar mumkin snimikini. Yemirishlari bor ekan gidrotsefaliyada. Hozir o'zlaridan ham bizda juda katta natijalar olibdi. Hozir o'z bilan shuni haqida batafsil gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Biza mana Qashqadaryodan ikkinchi bor kelishimiz, iyul oyida kelib, lechanalar olib ketgandek yotib, o'shandan beri biza yana mana 3 oyga kelasizlar degandilar doktorimiz. Mana yana 3 oyga keldik. Hozir yana keldik. Bizaga 7 kun bo'ldi yotganimizga. Biza 3 kunga to'lov qiluvdik. Doktor bizaga 4 kun qo'shib berdilar. Nevaram gidrotsefaliya bilan tug'ilgan edi. Hozirda yaxshi ancha, mana holatlari, boshlari ham yaxshi bo'lib kichrayib qoldi. Harakatlari ham yaxshi, o'tirib qoldi. Allohga ming bor shukr. Doktorimizdan biza minnatdor biza. Boshiga biza ko'p joylarga ko'rsatdik, Samarqandlarga bordik, o'zimizga Qashqadaryoga davolandik. Toshkentga bordik, Toshkentga boshiga shunt qo'ydirgandik. Bu yoqqa kelib davolanganimizdan keyin o'sha iyul oyining oxirida borib, bu yoqdan bir kurs lechenani olib, Toshkentga borib o'zini doktoriga biza shuntini olib tashlatdik boshidan. Hozirga boshi yaxshi, kichrayapti. Har kun ishtahalari yaxshi bo'lib qoldi. Harakatlari yaxshi. Doktorimizdan biza minnatdormiz. Doktorimiz ilohim dunyo turguncha tursinlar. Doktor sizga kattadan katta rahmat. Bizaga mana shuncha sharoitlar qilib berib, hamma oziq-ovqatlar bilan ta'minlaganingiz uchun, bizaga yaxshi natijalar qilib berganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bundan ham martabangiz ulug' bo'lsin doktorjon. Sog' bo'ling har doim. Doktor Jalilovda 100% tabiiy nutrientlardan qaysi birlaridan foydalandinglar? Biza tabiiy nutrientlardan pankrorat, immunorat, normasefal, gidrorat, ishtahali bolakay, sog'lom ichak, shulardan ichyapmiz hozirgi kunda. Ulardan qanchalik foyda sezdingiz? Juda katta natijalar oldik. Allohga ming bor shukr. Mana shu nevaramda hozir o'zimizga ancha natija zo'rda, Xudoga shukr. Shamollashlar qanaqa bo'lyapti? Oldinda ko'p tez shamollardi. O'sha mana pankrorat ichganimizdan beri hozir yo'q. Allohga shukr, mana shu kelib ketganimizdan beri nevaram isitma qilib, unaqanday tez gripp bo'lib, unaqa narsalar yo'q. Xudoga shukr. Isitmasi ham qoldi o'shandan keyin. Oldin haftaga isitmasi chiqib, issig'i 38-39 ga chiqib ketardi. Hozir yo'q unaqa narsalar. Xudoga shukr yaxshi. Ishtahalari qanday bo'lib qoldi ishtahalari ham yaxshi, Allohga shukr. Ancha yaxshi ishtahasi ham. Ovqatlarni yeydi, kashalar yeydi. Mana o'zi kiyimlarni yechib, kiyimlarni qilib harakatlari juda ham yaxshi bo'lib qolgan. Yana qanaqa o'zgarishlar bor? Eng katta o'zgarish, eng katta natijalaringizni bizni aytib bersangiz. Eng katta natijamiz bo'lmadi bunaqa o'tirib, gapirib qolgan hozir. Mana nevaram 2 yosh. Ancha gaplarni gapirib qoldi. Bize kelishinglardan oldin o'tirib yo'q, unaqa emasdi. Bu yoqqa kelganimizda bir tarafda bo'ynichasi qotib qolgan edi. Bir tarafga umuman burila olmasdi. Bir tomon, o'ng tomoniga, qo'l oyog'iga tonuslari bor edi. O'sha tonuslar yo'q, hozir oyoqlarni yaxshi ochyapti. Xudoga shukr, yaxshi natijamiz. Demak, bize kelishinglardan oldin va hozirgi holatini solishtirganda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, shularni aytib bersangiz. Juda katta natija bor. Bu yoqqa oldingi holatga qaraganda, bu yoqqa mana shu 3 oyda ichiga biza katta natija oldik-da. Ha, yaxshi. Demak, sizlar bizdan shunchalik katta natijalarga erishganlardan biz ham juda xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh o'zi shifo bersin. Yana bir narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Obunachilarimizning ichidan ba'ziga ishonadigan, ba'ziga ishonmaydigan obunachilarimiz bor. Shularga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Yo'q, aytaman, mana shu yoqqa kelolmay yurgan, ishonmay yurgan bemorlarga olib kelinglar bolalaringizni. Bu yoqqa ancha Allohga shukr natija yaxshi ekan. Biz ham oldin qilib undan bundan eshitib olib kelmasdan juda qiynalib yurgan ekan biza. Bu yoqqa yurib Toshkentga, Samarqandga
ko'p vaqtimizni bekorga sarflagan ekanmizda. Hozir yo bu yoqqa mana shu 3 oyda ichiga Xudoga shukr katta natija oldik. Ishonsa bo'ladi, yaxshi doktorimizga ming bor rahmat, kattadan katta rahmat. Yana ham bir bor aytaman, mani nevaramni shuncha darajaga 3 oyda ichiga keltirganlari uchun doktorga kattadan katta rahmat. Mana shu yerda ishlayotgan barcha shifokorlarga, vrachlarga hammasiga ming rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin, dunyo turguncha tursinlar. Mayli opa, siz bizdan shunchalik katta natijalarga erishganingizdan biz ham juda xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh o'zi shifo bersin. Rahmat yana bir bor sizlarga ham, sog' bo'linglar.